O'rtoq, nimadir bo'lgan shekilli. Bo'ldimi, bo'ldingmi? Ha, oldim. Senga ham savol bor. Baraka top. Endi Samarqanddagi ishlarni bitirish kerak. Hozir bolam, hozir yetib boramiz. Hozir. Yo'lga chiqib kelishini qara. Nimadir bo'lgan Akalar, shekilli. iltimos, yordam beringlar. Yordaminglar kerak. Tinchlikmi aka, nima bo'ldi? Bolam kasal. Benzinim qolmay qoldi. Iloji bo'lsa shaharga olib borib tashlaylar. Mashinada yuk bor edi-da. Sig'maysizlar. Benzin bor, benzin. Hozir olib beraman. Mayli. Mana aka, men shuni oling. Yetsa kerak menimcha. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Pulni bak qo'yur o'rtoq. O'rtoq, men shu pulim qopti. Ammo mosi yo'q, qo'yur, menda bor. Tushunmadim. O'rtoq, kashilugim qani? O'zingda edi-yu. Cho'nchagimda turadi-yu, qayerga yo'q qoladi. Tushib qoldim, ha? Endi nima qilamiz? Assalomu alaykum. Nech pullik qo'yish kerak? Va alaykum assalom. Hozir aytamiz. Abbos, Labbe aka. shu mashinaga polni bak quyib ber. Xo'p bo'ladi. Polni bakda bordimi? Qarachi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Aka, pulni bak debsiz, bizning to'g'risi imkon yo'q edi-da bunga. Pulinglar shart emas, keturinglar. Aka, iloji bo'lsa sababini bilsam bo'ladimi? Sababi aka, bu dunyoda yaxshi insonlar borligi. Kecha ukam safarda paytida o'g'li qattiq isitma qilgan. Shoshganidan benziniga ham qaramasdan yo'lda mashinasi o'chib qolgan. Ikki yaxshi inson benzindan yordam qilibdi. Shu holatda eshitganimdan keyin men ham yaxshilik qilishni niyat qildim. Shu sizlarga nasib qilgan ekanda. Ukangiz mabodo oqmali bo'da 7-8 yoshli bola bilan emasmidilar? Siz qayerdan bilasiz? Ha. O'sha yordam bergan bolalar biz edi aka. Niyatni men qilman, u natijasini o'zi go'zal qilib beribdi. Doktorlar nima deyapti? Yarish bor deyapti. Yaxshi. O'zing tuzumsan, onasi yaxshi bo'lib qoldilaringmi? Yaxshiman. Ertaga javob berishadi. Tuzum. Kasalxona to'lovini qilish kerak, pul kerak. Pulmi? Onasidan xavotir olma. Ertaga ertalabgacha bir tomonga hal qilarman. Bo'ldi. O'zing tuzumsan? Ha, yaxshiman, rahmat. Bo'ldi. Ertaga ertalab boraman, xavotir olmagin. Ey Robbim, hozirgi holatimni so'zlarimsiz ham o'zing yaxshi bilasan. Shu hamyondagi pullar menga juda ham zarur. Lekin men birovni haqqidan qo'rqaman. Muammolarimga o'zing chiroyli yechib ber. Benzin tekinga tushdimi bizaga hozir? Tekinga tushdi o'rtoq. Yo'lda kecha bitta bolaga benzin berdik-ku. Ha? O'shani akasi bo'lib chiqdi. Yo'q. Ha. Yaxshilik baribir mukofotsiz qolmaydi. Hammasi yaxshi kuya. Yaxshiligim yo'qolgan yomon bo'ldi. Mayli, bir gap bo'lar, topamiz.
Allo. Shahzod aka kerak edilar. Nima? Kim bu? Kashilo topib oldim aka. Ma'lumotlaringiz ichida yozilgan ekan. Yo'q, Kashilonni topib oldingizmi? Adres ayting, aka yetib boraman. Xo'p aka, parvoz 11. Keverasiz. Rahmat sizga. Rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin. O'rtoq, Kashilogim topildi. Voy, zo'r bo'pti o'rtoq, qara. Ketdi bo'lmasa, borib kelamiz. Xo'sh. Mashxonadonmikin Shuhrat? Shu bo'lsa kerak, mana parvoz 11 deb yozilgan-ku. Oka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzukmisiz, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi Va kelib alaykum qoldingizmi? assalom. Yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Yuring, ichkariga kiraylik, aka. Voy, bizni shoshib turdik, aka. Aka, omonatingiz ichkarida edi. Ostonada turmaylik, yuring, aka, yuring. Yur. Kelinglar. Aka, mana omonatingiz. Rahmat. Qanday topgan bo'lsam, shunda o'z holida turibdi. Faqat bitta ichini ko'rib olasiz. Hujjatlarim hammasi joyida ekan. Aka, sizdagi halol insonlar hozir juda ham kam. Mendan boshqa odam topganda ham shu ish qilardi. Odamni xijolat qilmanglar. Aka, yo'q demasangiz, shu pulni sizga berishga niyat qildim. Yo'q demang faqat. Iltimos, olib qo'ying. Shart emas aka, rahmat. Yo'q, shart emas, rahmat aka, sog' bo'linglar. Yo'q, aka, unaqa xijolat qilmang. Olavering aka. Shu kashiloni tushib qolishi ham siz oldingizga kelishimizga bir sabab ekanda. Kashilo meniki ekanu, lekin ichidagi pul sizniki ekan aslida. Men mindan roziman. Omon bo'ling. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان